Hormelo, assalomu alaykum. Ahli YouTube charchamayapsizlarmi? Tuzumsizlar, gap bo'lish mumkin emas. Aktiv ko'tarilyapti, prosmotrlar oshyapti, layklar soni ham ko'payyapti. Baraka topinglar. O'shaning uchun motivatsiya olib sizlarga bugun yana bitta foydali ma'lumot bermoqchiman. Faqat undan oldin obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. Like bosinglar, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring va tanishlaringizga yuborib tashinglar. Bu video xudo xolasa sizlarga aglanema guli haqida bo'ladi o'rtoqlar. Aglanema guli hammaga yoqadigan va hamma so'rayotgan kommentariyada o'sha gul haqida xudo xolasa bugun sizlarga ma'lumot beraman. Aglanema guli salqin joyda o'sadi, lekin yorug' joylarni yaxshi ko'radi do'stlar. Yorug' deganda qanaqa? To'g'ridan-to'g'ri avtoga qo'yib qo'yish bo'lmasa, avtoda kuyib o'ladi o'rtoqlar. Bu suvni uncha xohlamaydigan gul hisoblanadi. Suv quyganingizda ham har 10 kunda bitta iloji bo'lsa atrofida aylantirib qo'yasiz. Badaniga hadib suv teyurmasang. Yana bitta aglanema yoqadigan narsasi, yoqtiradigan narsasi, tepasidan suv berib tursangiz, aglanema juda ham yaxshi ko'radi. Tepasidan suv ichishni, suv sepib turasiz, purkab turasiz, tegiga ham oqib undan pitatsiya ham qilaveradi. O'shani hisobiga tegidan kamroq suv quyasiz. Har tepasida quyganingizda uy haroratiga qarab, agar uy issiqroq bo'lsa, 2 kunda bitta quyasiz, salqinroq bo'lsa 2 kunda bitta sepasiz. Agar salqinroq bo'lsa 3-4 kunlarda bitta sepib tursangiz bo'ladi. Quruq suvni o'zini sepmang. Iloji bo'lsa har sepganingizda epin bilan seping. Epinni yaxshi ko'radi. HB101 sevadigan gul hisoblanadi o'rtoqlar. Menda ofis yoki uyim qorong'iroq, unda turmaydimi desangiz, yo'q, unda ham turadigan turlari bor. Orxideya, aglanemaning turlari juda ham ko'p. Mana mana chiqqan suratdagi turlari, ya'ni to'mli och bargli emas, ya'ni to'q barglilari qorong'iroq, to'mliroq xonalarda yashayveradi, turadigan gul hisoblanadi. Ularni ham boqilishi xuddi shunaqa bo'ladi. Aglanema juda ham turi ko'p. Buni turlarini yig'ishga qiziqadiganlar ham juda ham ko'p. Unaqa turlarini xarid qilish uchun mana mana Telegramga o'tsanglar yoki xuddi shu yozuvda Instagramga ham o'tsanglar bor. U yoqda qo'yamiz, so'rasanglar ham bo'ladi yoki mana mana raqamlarga ham qilsanglar ham bemalol bo'ladi o'rtoqlar. Yana o'sha gap, xonadon, ofis, uyingizda qanaqadir joylaringizda, xullas, gulga parvarish qilish xizmati bor. Bemalol chaqiraverasiz o'rtoqlar. Foydali bo'lgan bo'lsa, o'sha gap, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar, obuna bo'lib kuzatinglar. Like обязательно o'rtoqlar, sizlardan iltimos, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Boshqa gul keyingisi qaysi bo'lsin, kommentariyada yozib kelsanglar, o'shanga qarab boshqa gullarni obzorini qilib beraman, qanaqa dorilar ishlatishni aytib beraman. Omon bo'lasizlar.